Narxlarni sindirish vaqti keldi. Chorpiya oladigan odamga birinchi o'sha fasoni rangidan ham ko'ra o'shani baquvvatligi, mustahkamligi qiziq bo'ladi. Shuning uchun ham hozir narxlarni tayyorni ko'rsatishdan oldin qurilish jarayonini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, suyagidan boshlaymiz. Aylanasi 8 ga 4 profilda 1,5 stenkaligidan bo'ladi. Xo'sh, stoykalarimiz 8 ga 8 profilda, uni ham 1,5 ligidan qo'yiladi. Mana bunaqa suyanadiganimiz 4 ga 4 profilda, buni ham 1,5 stenkaligidan bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa gulchalarni 1,5 ga 1,5, 2 ga 2 dan aralash qilib teriladi. Bularni ham 1-2 stenkaligidan bo'ladi, juda ham baquvvat bo'ladi. Xo'p, tagida lagasi 2 qator o'tgan uzunasiga, 1 qator yonchasiga, optik hisobda 3 qator 6 ga 4 profilda, uni ham 1,5 stenkaligidan o'tgan. Mana bu chorpiyamiz hozir 2,60 ga 3 metr katta deyiladi bu ham. Xo'sh, mana bu endi tayyorni ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxlarini ham 3,600,000 ga dastavkasi bilan 3 ga 2,60 oldi yopiq fasonda. Mana operatorimiz oldilarini ham bitta ko'rsatib. Xo'p. Kraskasi o'sha har doimgidek o'zimiz ishlatadigan qimmat xamir kraskadan bo'ladi, darvozalarga uriladigan zarlisidan. Mana buni fasoni g'ishcha yoki travitin deyiladi. O'zimizda juda ham mashhur bo'lgan mana bunaqa bezakchalari bilan Samarqand territoriyasiga dastavkasi mana shu pulda ichida. Xo'sh, bu tomonda yana yasalyapti. 3,200,000 ligi. Buni ham xohlagan rangga, bizda ranglarimiz kamali, bor rangdan sepib beramiz. Qimmat arzondan xohlaganda 3 ga 2,60, 3,200,000 ga chiqadi. Xo'sh, bu tomonda mana bunaqa archachali fasonda bo'lyapti. Mana bular 3,300,000 ga chiqadi. Dastavkasi bilan o'sha qimmat xamir kraskasi bilan. Xo'sh, 3 ga 2,60. Mana bu tomonda ham 3,200,000 ligi. Mana bu tomonda ham 3,200,000 ligi tayyor turibdi. Bularni so'rasanglar rasmlarini, tayyorlarini tashib beraman. Bir kunda ichida dastavka qilib beramiz. Xo'sh, mana bu tomonda shohona suri, xudo xohlasa bitadi. Buni razmeri xo'sh 2,60 bo'lyapti endi, xuddi shunday. Zinalari bilan почти 3 metr bo'ladi. Uzunasi 4 metrlik bo'lyapti. Buni xo'sh Navoiy xatirchiga podzakas qurib beryapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Optik hisobda 5 ta g'ildirayda bo'lyapti. Har bittasini tormozi bor. Bemalol yosh bola ham, ayol kishilar ham xohlagan joyiga sura oladi. Buni udobni tomoni mana bunaqa ikkita stupenkasi, zinasi bor. Yosh bolalar, qariyalar bemalol buni ustiga chiqib tushishga umuman qiynalmaydi. Lagasi 5 qator o'tgan, umuman o'ynamaydi, tashamaydi. Buni ham xudo xolasa bitgandan keyin chiroyli qilib bitta obzor qilib beramiz. Xo'sh, yana bitta yangilikni aytib o'tib ketaman. Shu paytgacha qilganimiz yo'q-da, hozir talab, zakaz ko'p bo'lyapti. Ana endi mana shu 3 kun 4 kun ichida где-то bir 10 ga yaqin kachilalarni, ularni ham fasonlarini xuddi so'rlarimizda har xil qilib chiqarib qo'yamiz. Katta, kichkina, arzon sifatlisidan hozir mana yasashni boshladik. Xudo xohlasa bugun ertaga 3 ta bitadi kachilalarni. Bularni ham bir hisoblab chiqib, narxlari har doimgidek o'sha optim arzon narxda qilib beramiz. Ana endi tashqarida sotiladigan bitgan so'rlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Tak, mana bu chorpiya 3 ga 2,60. Bu ham yangicha fasonda bo'lyapti. Tillo bilan ko'k rangda aralash qilib, sariq rangda aralash qilib sepib chiqqanmiz qimmat xamirdan. Narxi 3,300,000 ga Samarqandning hamma tumanlariga dastavkasi mana shu pulda ichida bo'ladi. 3 metrligi. Xo'p, bu tomonda 2,60 ga 2,20 dan mana bunaqadan juda ham ko'p zakaz tushyapti. Stalovoylarga yoki mana bu dam olish joylarga kichkinagina hajmda. Mana bu 2,20 ga 2,60 bo'lyapti. Buni narxi 2,700,000 ga dastavkasi bilan chiqadi. Xo'sh, bu tomonda ham yana tayyorlarimiz bor. Hozir 2,900,000 ligi, 2,900,000 mana shunaqa hozir travitin g'ishcha fasonda qimmat kraskasi bilan 2,900,000 ga 2,60 ga 2,60 da mana yana bitta yasab qo'yganmiz. Bular ham sotiladi. Mana bu tomonda o'sha ichkarida ko'rganlaring archa fasonda faqat metallika o'sha qimmat rangdan qilingan. Bu ham 3 metrli, 3 ga 2,60 dan 3,300,000 ga chiqadi. Xo'sh,
Bu tomonda ham 3.300.000 ligi. Ranglarimiz ham ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi har xil, bir-birini takrorlamaydi ranglar ham. Mana juda ham chiroyli bo'lgan. Tilla rang bilan aralash qilganmiz. Oldilarini ham keyin ko'rsatib ketamiz. Bu tomonda ham yana 3 ta pasta turibdi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, yozda issiqda qiynalib, uyda yotolmaydigan bo'lsanglar, telefon qilsanglar, chiroyli qilib, mana shu kelishilgan narxlarda dastavka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.